Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Eshikroq muxlislari, mana zakaz qilingan eshigimizni olib kelib o'rnatdik. Xo'p, mana bu eshigimiz neobriznoy materialdan bo'lgan. Sifatlari yaxshi, quruqligi zo'r. Oynalarni o'rnatib qo'yganmiz. Zamonlar ham joyida. Xo'p, karonalarimiz ham o'rtacha. Bu eshik razmeriga keladigan bo'lsak, 92-30 ga chiqqan bitta. Bu ikkinchisi. Eshiklarimizni sherilar naryoqda jambor bu yerga 6 eshik o'rnatdik. 5 ta bir qanot, bitta 2 qanotli eshik. Bu eshiklarimizni narxiga keladigan bo'lsak, kvadratni 1.200.000 so'mdan qilib beramiz. Oshig'i, zamogi, oynasi, besvetniylari ichida. Oshig'i mana 3 tadan qo'yiladi. Bir qanotli eshik tashlamaslik uchun. Bu eshik romlarni Andijon viloyati Izboskan tumaniga qilganmiz. Cho'ma qishlog'iga, o'zimiz tumanda. Zamonlar mana sifatli zamodan. Hop, mana mana ikkitasi bor. Mana bu yerda 1.5 qanotli eshik. 3-chi va 4-chisi. Bu eshigimiz 1.20 ga 2.30 bo'lgan. Bu ham mana sifatlari yaxshi, neobriznoydan bo'lgan. Quruqligi zo'r. Hop. Narxlarni aytib o'tdik. Kvadrat 1.200.000. Neobriznoy material, sifati zo'r. Andijon, Farg'ona, Namangan bo'ylab dastavkasi ichida. Toshkentdan chiqishga narxlar o'zgaradi, dastavkasini narxi o'zgaradi, kelishuvda bo'ladi dastavkasi. Materiallarimiz quruq, sifati yaxshi, xudo xolasa. Yog'och materialdan sifatli robotlar, sifatli eshik romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Hop, sog' salomat bo'linglar.